Bizi ro'zamiz bilan ahli kitoblarning ro'zasini o'rtasidagi farq saharlik yeyish dedilar. Ahli kitoblar kechqurun to'yib yotishaveradi, saharlikka turishmasdi. Mana bu biz bilan ahli kitoblarning o'rtasidagi ro'zaning farqi shu dedilar. Iftorni qaysi vaqtda qilishlik to'g'risida Sahl ibn Sa'd radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, odamlar yaxshilikda davom etishadi, modomiki iftorni avvalgi vaqtda qilishsa dedi. Alloh azza va jalladan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam rivoyat qilib, hadisi qudusiyda shuni bayon qildilarki, bandalarimning menga eng suyumlisi iftorni avvalgi vaqtda qiluvchilari. Hattoki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan ba'zi rivoyat qilingan hadislarda iftorni kech qiladigan toifalar Nasoro va Yahudiylar kech qiladi deb ogohlantirgan ekanlar. Shuning uchun biz iftorni avvalgi vaqtida qilishlik nihoyatda amallarning yaxshi ekanligini bilmoqligimiz kerak. Bu kelishmovchilik qiyomatgacha davom etib qolmasligi kerak, birodar.